Gapni ma'nosini qarang. Likulli fir'aunin Musa deydi. Buning ma'nosi har bitta fir'avnga Musa topiladi degan. Fir'avn nima edi? 300 yil podshohlik qilgan, boshqa qilgan, xudolik da'vo qilgan, bir hamma yomonlikni ustida bo'lgan. Va aytganki, men degan o'zimdan boshqa xudo ko'rmayapman degan. Shu darajada gaplarni gapirgan. Odamlarni ham shunday gapirtirgan. Eng qizig'i Musa seni bir odam chiqadi shu qavmingdan, shu seni o'ldiradi deganda, seni o'limingga sababchi bo'ladi deganda, shunda anaqa o'sha Banu Isroilda o'sha yil tug'ilgan bolalarning barini o'ldirgan. Lekin eng qizig'i Musoni Fir'avn o'zini uyida katta qilgan. Har bir Fir'avnga bitta Muso topiladi. Buni ulamolar sharhlaydi. Likulli mufsidin muslihun. Har bir buzg'unchini anaqa ta'zirini berib qo'yadigan, davolab qo'yadigan bir davolovchi topiladi degan. Hech bo'lmaganda shuni hisob kitobini Alloh taolo qiladi. Har bir buzg'unchini. Bu nega bu gaplar aytilyapti? Mana shu kecha mazhabimiz haqida ko'p gapirdik, e'tibor bergan bo'lsanglar, uni men yana siyqasini chiqarib gapirmoqchi emasman-da. Lekin mana shu islom diniga zarar berishlik uchun bir necha toifalar chiqqan o'sha islomni boshdan payg'ambar alayhisolamning davrida, keyin bosh choryorlarning davrida, undan keyingi podshohlarning davrida ham shu islomni buzib ko'rsatadigan toifalar chiqqan. Ismlari har xil, maqsadi bir xil. Necha xil maqsadda bor, lekin hamisha bitta narsani bilingki, ahli sunnat val jamoat g'olib kelavergan. Nega? Bularda ilm bor. Ularda taqvo bor. Ularda ixlos bor. Ularda iymoni bor, shundaymi? Islomda sobit qadam. Ixlosi bor. Qanday yengish mumkin buni? Ular yengilmaydi. Va yengilmagan ham tarixda. Bundan keyin ham shunday bo'ladi. Va ushbu dinga, mana shu musulmonlarga yordam uchun xizmat qilib ketgan Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, kishini xizmat qilgan sahobalari, kishini xizmat qilgan tobiinlar, xizmat qilgan tabi'a tobiinlar, mazhab boshi ulamolar va ularning ortidan kelgan ustozlarimizni Alloh rahmatiga olsin. Va shularning ortidan yurishni nasib qilsin barchamiz.